Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston terma jamoasi kuzda Qozog'iston bilan uchrashuv o'tkazish ehtimoli bor. Abbosbek Fayzullayev Galatasaray nazarida. O'zbekiston terma jamoasi kuzda Qozog'iston bilan uchrashuv o'tkazish ehtimoli bor. Manbaning ma'lum qilishicha, Qozog'iston futbol federatsiyasi O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini tashkil etishi bo'yicha samarali muzokaralar olib bormoqda. O'yin noyabr oyida xalqaro tanaffus davrida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Qozog'iston terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralashning so'nggi o'yinini 15-noyabr kuni Belgiyaga qarshi o'tkazishi kerak. Shundan so'ng jamoada bo'sh sana paydo bo'ladi va aynan shu paytda O'zbekiston bilan o'yin tashkil qilishning ehtimoli mavjud. Qozog'iston va O'zbekiston milliy terma jamoalari so'nggi bor 2022-yil 16-noyabr kuni Toshkentda uchrashgandi. O'shanda O'zbekiston 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston terma jamoasi ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga chiqishga yaqin. O'zbekiston 17 ochko bilan mundialga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma beruvchi turnir jadvalining ikkinchi pog'onasini egallab turibdi. Saralash bosqichi yakuniga qadar O'zbekiston ikkita o'yinda maydonga tushadi. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi safarda 5-iyun kuni va Qatarga qarshi uyda 10-iyunda. Avvalroq Qozog'iston terma jamoasining vaqtinchalik bosh murabbiyi Ali Aliyev agar Qozog'iston Osiyo futbol konfederatsiyasida bo'lganida O'zbekiston singari Jahon chempionati final bosqichiga yo'l olgan bo'lardi deb aytgan edi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Abbosbek Fayzullayev Galatasaray nazarida. CSKA klubi hujumkor yarim himoyachisi o'zbekistonlik Abbosbek Fayzullayevga Turkiyaning mashhur klubi Galatasaray katta qiziqish bildirmoqda. 21 yoshli futbolchi joriy mavsumda CSKA safida ham O'zbekiston terma jamoasida ham muhim rol o'ynamoqda. 2024-yil dekabrda u Osiyoda yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb e'tirof etilgandi. Joriy Rossiya Premyer Ligasida 19 ta o'yinda 2 ta gol va 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning CSKA bilan tuzilgan shartnomasi 2026-yil iyun oyida yakunlanadi. Nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Abbosbek Fayzullayevni Turkiyaning Galatasaray klubida tasavvur qila olasizmi va u yerda o'ynab keta oladimi? Umuman olganda, Abbosbek Turkiya variantini tanlagani ma'qulmi sizga? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring.